Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi mavzuimiz uy-joy masalasine bag'ishlanadi. Ya'ni To'rtko'l tumanimizda uchastka sotiladi. Ya'ni arzon bahada, zo'r narxda. Ya'ni fikrlaringizni kommentariyada bizatini qoldirishlaringizni kutib qolamiz. Adresimiz To'riqbozning yonida 6 sotik. Video davomida yana bemalol yana ko'rsatib o'taman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'riqbozning yonidami? Bu To'riqbozning zdaniyasi. To'riqbozning zdaniyasining manglayida yer uchastkasi sotiladi. Ya'ni adresimizni yana bir marta tushuntirib o'taman sizlarga hozir. To'riqbozning zdaniyasining manglayida. Ya'ni yer maydonimiz bu Eshkinalda yer. Bu yerga uzumaki bir bog' etib qo'ysanglar bo'ladi. Qaptallarında qo'ng'ishlar yana yashab o'tiribdi. Yine bu sveti, yine bu gazı, yine bir de vodoprodu bayını. Bemalol vodoprotlarni tortib yashab o'tiraversanglar bo'ladi. Ya'ni ikkiga ko'kka bo'lashib olsam bo'ladi. 3 sotikdan. Ya'ni yarısını 6 sotik yer maydoni, yarısından ikki ko'kka olsa bo'ladi, yarısından bu. Ya'ni yer maydonimiz pindametlar qo'yilib turibdi. 6 sotik. Bu zaborlardan gelişip pullar berilgan. Qo'ng'ishlar ahlinak. Toprağı dökülüp turibdi. Ya'ni sezonda boshlab bersanglar bo'ladi yurtdoshlar. Yer maydoni 6 sotik. Shu joydan yine bu joygacha. Uzunluğunu to'shna bilmayman. Если что, egalar nomer telefonlarini ekranlarda qo'yib qo'yaman. Bemalol egalar bilan so'zlashib, kelishib olsanglar bo'ladi. Pindamet dökülüp turibdi, toprak ham bor. Şu toprak bemalol joyine yetadigan toprak bor dedi. Yurtdoshlar, joyimizni 12 ming deb o'tiribdi. Men 11,5 ga so'zlashdim. Ya'ni bu brat yana kelishadigan brat. Bemalol so'zlashib kelishsanglar bo'ladi. Yana kelishib bitta yana qaytarib olsanglar bo'ladi-da buni. Ne suv gap turibdi. Gazını aytdim. Gaz beda, gazdan suvdan вообще muammo yo'q. To'riqbozni yine. To'riqbozni bilsang ne gerek? Yine bir de poyez yo'l yine. Poyez yo'ldan o'tgandan keyin bir 5-joymi, 6-joy. Poyez yo'l yine. To'riqbozga kelaversa poyez yo'ldan o'tsanglar glavni yo'lning ustida. Yani şu yo'llarimiz ham chotki. Yana qishda bema batmam qamiyslar boshqa emaslar. Yo'llarimiz ham yaxshi bellar. Tez kunda xudo xolasa shahara qo'shiladi. Ana poyez yo'lini nasib ko'rsatib turibdi ko'rganmiz. Yine poyez yo'l. Poyez yo'lning yonida yine 5-6-joy. Yurtdoshlar, joyimizga 11,5 ming dollar aytilib turibdi. Yana bitta kelishib beradi xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yerlari bemalol ko'rgan bo'lsanglar, zeleniy polya etib ko'tdilar. Qo'ng'ishlari shuni sizlar ham shuni aytib yine chiroyli bo'lib yashab o'tasanglar bo'ladi yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha kelishdik, ko'rsatdik yurtdoshlar. Gazdan svetdan muammosi yo'q, dokumentlari tayyor. Bemalol oformat etib olaverasizlar yurtdoshlar. Pindametlari dökülüp turibdi yine. Pindametlari qo'yilib turibdi. Ya'ni to'proqlari dökülüp turibdi. Xudo xolasa sezonda ağaç taxta olasizlar da bastırib beraverasizlar. Yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlashni davom eting. Yine nelari yine nomer telefonu. Yine bu mening nomerim. Shu bir reklamalar bo'lsa, bizlarga bemalol aytaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatib borishni davom eting. Yurtdoshlar, yine uchastkamiz hozir video davomida yana necha metr poyez yo'li borligini bir ko'rsatib ketamiz. Joyimiz yine. Bunlar 150 metrede primlerine bor ekan. Şu poyez yol. Poyez yoldan 150 metre.